Rudyard Kipling, 5-sinf adabiyoti, 2024-yil. Jahon bolalar adabiyotining yetuk namoyandasi ingliz adibi Rudyard Kipling 1865-yil 30-dekabrda Hindistonning Mumbay, oldingi nomi Bombey shahrida tug'ilgan. Bolaligining eng quvnoq davrlari turfa tabiatli Hindiston bag'rida kechgan va bu uning ijodiy kamolotida muhim omil bo'lib xizmat qilgan. Rudyard Kipling o'z xotiralarida yozishicha, 6 yoshida uni Angliyadagi xususiy maktabga berishadi. Yozuvchi maktabning juda qattiq tartibiga moslashishi qiyin kechadi. Unga faqat bitta narsa taskin tasalli bera olardi: chegarasiz xayollari. Ana o'sha xayollari, o'ylari kuni kelib qog'ozlarga to'kildi va dunyo yuzini ko'rdi. Asarlari uchun inglizlar orasida birinchi bo'lib Nobel mukofotini qo'lga kiritgan adibning changalzor o'rmon, jungli, vahshiy hayvonlari orasida yashagan inson farzandi Maugli qurbaqacha sarguzashtlari haqida hikoya qiluvchi Jungli kitobi, Jungli haqida 2-kitob, Rikki Tikki Tavi qissalari jahon bolalar va o'smirlar adabiyotining eng sevimli namunalariga aylandi. Maugli qisqartirib olindi. Mauglining birodarlari. Kechki soat 7. Sion tog'larida bo'ladigan juda issiq oqshomlardan biri. Kunduzgi uyqudan uyg'ongan ota bo'ri qashinib olgach, uvushib qolgan panjalarini yozib kerishdi. Uyqusini o'chirish uchun uzoq esnadi. Ona bo'ri bo'lsa, keng kulrang tumshug'ini goh tupurlashib, goh chiyillashib, uymalashayotgan 4 ta bolasi ustiga qo'ygancha mudrardi. Ko'kda charaqlab turgan oy bo'rig'orning og'zini yoritib yuborgan. Uf, dedi pishillab ota bo'ri. Yana ov qiladigan vaqt yetibdi. Shu xayol bilan ota bo'ri tog'dan pastga endigina chopib tushmoqchi bo'lib turgan ham ediki, ostonada xurpaygan dumli pastakkina bir nimaning soyasi tushdi-yu, shikastalik bilan nolib ketdi. Ey bo'rilar sardori, oving baroridan kelsin. Aziz bolalaringning tan sog'lari, jonlari sog', oppoq tishlari o'tkir va baquvvat bo'lsin. Dunyoda bizdek ojiz va notavon, och yalang'och beshoralar ham borligi dovyurak bo'ri bolalarning yodidan aslo chiqmasin. Bu xushomadgo'y Taboqi degan chiya bo'ri edi. Qishloqdagi axlat uyumlarini titkilab, bir parcha qatirma teri va hatto latta-luttalarini ham jirkanmay tamaddi qilib kun kechiruvchi Taboqi duch kelgan kovakka tumshug'ini suqar, yolg'on yashiq gaplar bilan g'iybat tarqatib, to's-to'polon, janjal qo'zg'ardi. Shu bois Hindiston bo'rilari Taboqini yoqtirishmasdi. Shunday bo'lsa-da, ular Taboqidan hayiqishardi. Negaki changalzor o'rmonda yashovchi o'zga hayvonlarga qaraganda Taboqi bot-bot quturar. Shu paytlarda u o'zini qo'yarga joy topmay, boshi oqqan tarafga yugurar, duch kelgan hayvonga tashlanib qopib olmoqchi bo'lardi. Hatto yo'lbars ham ushoqqina Taboqining quturganini sezib qolsa, o'zini panaga olib qochardi. Axir vahshiy hayvonlar uchun quturish dardidan ham dahshatliroq ofat bormi? Odamlar tilida bu dard quturish deyilsa, hayvonlar uni devane deydilar va kasallik yuqishidan qo'rqib qirdan qirga qochadilar. Hay mayli, ichkari kirib o'z ko'zing bilan ko'ra qol, dedi ensasi qotib ota bo'ri. Biroq yegulik narsa yo'q. Bo'riga-ku topilmas, dedi ming'illab Taboqi. Ammo bizdek nochor notavonlarga quruq suyak ham bo'laveradi. Biz chiya bo'rilarga ovqat tanlab injiqlik qilishni kim qo'yibdi deysan? Taboqi shunday deb vaysagancha g'orning ichkarisiga kirib, timirskilanib, chala tozalangan bug'u suyagini topib oldi. Sevingandan tirjayib yerga o'tirdi-yu, suyakni qirsillatib g'ajiy ketdi. Men faqirni siylabsan, martabang bundan ham ulug' bo'lsin, dedi lablarini yalab Taboqi. Bolalaringiz xo'pam ko'rkam bo'lishibdiki, bay, hali yoshu, biroq xuddi pahlavonning o'zginasi-ya. Katta-katta ko'zlaridan o't chaqnab turibdi-ya. Ofarin, ey xomkalla, esim bo'lsa podshozodalarining polvonligi bolaligidayoq ma'lum bo'ladi degan naqlni unutarmidim. Bolalarni ota-ona ko'z oldida maqtash falokat keltirishini Taboqi boshqalardan ko'ra yaxshiroq bilsa-da, jo'rttaga o'zini go'llikka solib, ona va ota bo'riga zimdan nazar tashladi. Ularning xijolat chekkanini ko'rib, ich-ichidan quvondi. Ota-onani tashvishlantirib qo'ygan Taboqi biroz jimlikdan keyin zaharxanda ohangda dedi: Hali yangi gapdan xabaringiz yo'qdir. Katta yo'lbars Sherxon ov qilish joni o'zgartiribdilar. U janob
Bundan buyon 1 oy mobaynida shu tog'larda ov qilmoqchilar. Xoh ishoning, xoh ishonmang, bu gapni Sherxonning o'z og'izlaridan eshitdim. Sherxon Bo'rig'ordan 20 milcha naridagi Vayngang daryosi bo'yida yashovchi yo'lbars edi. Mil masofa o'lchov birligi. Bunday qilishga haqqi yo'q, dedi g'azab bilan ota bo'ri. Changalzor qonuniga ko'ra 1 oy burun boshqalarni ogohlantirishi, so'ngra ov joyini o'zgartirishi mumkin. Bu u 10 milya atrofdagi parrandayu darandalarni cho'chitib yuborishi ham turgan gap. Axir bundan buyon men 2 bo'rining ovini qilishim kerak-ku. Onam rahmatli bekorga uni Langri, oqsoq deb atamagan ekanlar, dedi sipolik bilan ona bo'ri. U bir oyog'i oqsoq bo'lib tug'ilgan. Shuning uchun uy hayvonlarini ov qilishdan boshqasiga uning qurbi yetmaydi. Vaynrang bo'yidagi qishloq odamlarining uni ko'rgani ko'zi, otgani o'qi yo'q. Endilikda bu yerga ham kelib qolsa bormi, boshimizga bitgan balo, jonimizga bitgan jazo bo'ladi u go'rso'xda. O'rmonda uning iziga tushgan odamlar atrofdagi dov daraxtlarni yondiradilar. Sho'rimiz quriydigan bo'ldi. Go'daklar ham duch kelgan tomonga qochishdan o'zga ilojimiz qolmaydi. Ha, bu himmati uchun Sherxonga har qancha minnatdorlik bildirsak arziydi. Sizning minnatdorligingizni u zotga aynan yetkazsam ma'qul bo'lar-a, dedi istomonlik bilan Taboqi. Yo'qol, deya irilladi ota bo'ri. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Xo'jang bilan qo'shmazor bo'l. Badbaxt, keltirgan shum xabaringning o'zi ham bugunga yetib ortadi. Hali ham ketaman, dedi dashnomlarni sirtiga yuqtirmay Taboqi. Yo tavba, nega endi Elburutdan bu xabarni sizlarga yetkazay deb o'zimni o'zim koyib yuribman-a? Hademay pastlikdagi chakalakzordan Sherxonning ovozini eshitib qolarsiz. Sirtiga yuqtirmaslik, ko'ngilga olmaslik beparvo qarash ma'nolarini anglatadi. Elburutdan hammadan oldin birinchi bo'lib. Shu on ota bo'rining quloqlari ding bo'lib ketdi. Pastlikdagi kichik daryoga borib, tutashuvchi vodiydan ovi o'ngidan kelmagan yo'lbarsning alamzada qisqa na'rasi eshitildi. Yo'lbars ovi yurishmagan changalzordagilarga ma'lum ekanini bilar, lekin bundan or qilmasdi. Ey xomkalla, dedi ota bo'ri. Tungi ovni ham shunday boshlaydilarmi? Nahotki bizning bug'ularni Vayangan daryosi bo'yidagi bo'rdoqi qo'toslarga o'xshaydi deb o'ylasa. Sekinroq, hozir u qo'tosni ham bo'g'ini ham izidan emas, balki odamlarni ovlash payida yuribdi, dedi ona bo'ri. Chor atrofdan aks sado berayotgan na'ra bo'g'iq irillashga aylandi. Bu daraxt kesuvchi yoki daydib yuruvchi lo'lilarni ham dahshatga solib, esankiratib, yo'lbars panjasiga duchor qiluvchi bo'g'iq na'ra edi. Odam payda deysanmi, deb so'radi oppoq tishlarini tirjaytirib ota bo'ri. Axir unga hovuzlardagi qo'ng'iz va qurbaqalar kamlik qildimikin? Yana bizning elimizda odam go'shtini qo'msab yursa. Ma'lum urf-odatlarga asoslangan changalzor qonuniga ko'ra, hayvonlar bolalarini ovga o'rgatganlardagina odam o'ldirishga ijozat beriladi. Lekin shunda ham hayvonlar podasi yoki galasi ov qilinmaydigan joyda odam zotini o'lja qilishga ruxsat beriladi. Odam ovqatlangandan keyin sal o'tmasdanoq bu yerlarga qanchadan qancha qurol yarog'li, fil mingan oq tanlilar, qo'llarida mis qo'ng'iroq ushlagan va o'q-yoylari shay qilib qo'yilgan hindlar paydo bo'ladi. U holda changalzordagilarning holiga voy. Hayvonlar orasidagi rivoyatga ko'ra, odam barcha jonli maxluqlar orasida eng nozik va ojizi bo'lgani rivoyatlarga ko'ra shubhasiz. Eng nozik va ojiz bo'lgani tufayli unga tajovuz qilish haqiqiy ovchining sha'niga to'g'ri kelmaydi. Yana o'sha rivoyatlarga ko'ra, shubhasiz bu haq gap bo'lsa kerak, odamxo'rlarning vaqt o'tishi bilan tuki to'kilib, barcha tishlari tushib ketar emish. Irillash tobora kuchayib, nihoyat sapchishga hozirlangan yo'lbarsning gulduros na'rasiga aylandi. Oradan sal o'tmay, yo'lbarsning uvullashidan ko'ra Sherxonning ingrashiga o'xshash ovoz eshitildi. U o'ljasini tutolmadi, dedi ona bo'ri. Nega bunday bo'ldi? Bo'rig'ordan bir necha qadam nariga chopib borgan ota bo'ri chakalakzor orasida to'lg'anayotgan Sherxonning alamzada irillashini eshitib qoldi. U xomkalla panjalarini kuydirib olibdi. O'tinchning gulxanida nima bor edi senga, ahmoq, dedi po'ng'illab ota bo'ri. Taboqi ham u bilan birga, kimdir tog'ga o'rmalab chiqyapti, dedi shivirlab ona bo'ri. Tayyorlanib tur.
chakalakzordagi butalar astagina shitirlagan ham ediki, ota bo'ri orqa oyoqlariga tiralib sapchishga hozirlandi. Agar u shu holatni kuzatganimizda bormi, dunyodagi eng hayratli manzaraning guvohi bo'lardingiz. Ota bo'ri nimaning ustiga sapchiyotganini ham bilmay to'satdan olg'a tashlandiyu 4-5 fut balandlikdan yana sapchigan joyga qaytib o'tirib qoldi. Odam, deya irilladi u. Qara, odam bolasi. Ularning shunday ro'parasida pastakkina butani ushlab qorachadan kelgan, endigina atak-chechak qilishni o'rgangan, qip-yalang'och, jajjigina do'mboqqina bolakay iljaygancha turardi. Bo'ri uyasida yana tun payti bunday jajji bolakayning paydo bo'lishi hech qachon ko'rilmagan hodisa edi. U ota bo'rining ko'zlariga tikilib qaradi va kulib yubordi. Odam bolasi shunaqa bo'ladimi? Deb so'radi ona bo'ri. Ularni hech ko'rmagan edim. Qani, bu yoqqa olib kelchi. Bolalarini tishlab olib yurishga odatlangan, zarur bo'lib qolganda tuxumni ham dars ketkazmay tishlay oladigan bo'ri go'dakning yelkasidan avaylab tishlab, bolalari onasiga keltirib qo'ydi. Go'dakning yelkasida tishning izi ham qolmadi. Voy kichkinaligini, qip-yalang'och-u, hech narsadan cho'chimaydi-ya, dedi mehribonlik bilan ona bo'ri. Bolakay esa bo'ri bolalari orasiga suqilib, issiqqina joyga talpinardi. Voy tavba, u bolalarimga qo'shilib emyapti. Ana, odam bolasi qanday bo'lar ekan? Bo'ri bolalari orasida odam bolasi ham bo'lishi qaysi bir urg'ochi bo'riga nasib bo'lgan axir. Men bunday hodisa qadimda bo'lganini eshitganman, ammo bizning zamonda va ayniqsa to'damizda shunday hodisa bo'lganini eslolmayman, dedi ota bo'ri. Hali sochi ham yo'q, uni bir turtib o'ldirib qo'yish hech gap emas. Qara, qo'rqmay tikilib turibdi-ya. G'or og'ziga tushib turgan oy nurini allanarsa to'sib qo'ydi. Sherxonning bahaybat boshi bilan yelkasi uyani to'sdi. Uning orqasidan taboqining "Janob, janob, bola xuddi shu uyaga kirib ketdi", deya chiyillagan ovozi eshitildi. Janob Sherxonning qadamlariga hasanot, dedi ko'zlaridan g'azab chaqnab turgan ota bo'ri. Qanday xizmat bilan keldilar? O'ljamni beringlar. Odam bolasi shu yerga kirib ketdi, dedi Sherxon. Bolaning ota-onasi qochib qoldi. Hoziroq uni menga berasanlar. Ota bo'ri aytganidek o'tinchilar gulxaniga sapchib, panjalarini kuydirib olgan Sherxon endi alamiga chidamay quturayotgandi. Ammo g'orga kirish yo'li yo'lbarsga torlik qildi. Ota bo'ri buni juda yaxshi bilardi. Hatto u hozir turgan yerning o'zidayoq na yelkasini, na panjalarini qimirlata olardi. Odam bochka ichida urusholmaganidek, Sherxon ham bu tor tanqis g'orda o'lja talasha olmasdi. Bo'rilar erkin qabila, dedi ota bo'ri. Ular har bir uchragan ola-bula odamxo'rlarga emas, balki to'da yetakchisiga itoat qiladilar. Odam bolasi bizning ixtiyorimizda. Xohlasak o'zimiz ham o'ldiraveramiz. Xohlasak, nima qilishlaring bilan ishim yo'q. O'zim o'ldirgan qo'tos ruhiga qasam bo'lsinki, o'ljamni olish uchun bu sassiq uyalaring og'zida yana qancha vaqt tumshug'imni suqib turishga majbur qilasizlar. Buni men Sherxon aytyapman. Yo'lbarsning na'rasi g'or ichini guldiroz sadoga to'ldirib yubordi. Ona bo'ri emizib turgan bolalarini o'zidan chetlatib olg'a tashlandi. Uning zulmat ichida ko'kimtir oyga o'xshash ko'zlari Sherxonning o't chaqnab turgan ko'zlari bilan to'qnashdi. Javobni esa men Rakshadan eshit. Hoy Langri, shuni yaxshi bilib olginki, odam bolasi menga tegishli va mening bag'rimda qoladi. Uni hech kimsa o'ldira olmaydi. To'da qayerda bo'lsa, bola ham o'sha yerda bo'ladi. U bilan birga yashaydi va ov qiladi. Hoy go'daklar kushandasi, baliqxo'r, qurbaqalar jallodi, o'zingga hazir bo'l. Bir vaqt kelib bu go'dak sening boshingni yesa ajab emas. Yaxshilikcha bu yerdan qorangni o'chir. Changalzorning yovuz maxluqi, yo'qsa o'zim bo'g'izlagan bo'g'u ruhiga qasam bo'lsinki, yemishim o'laksa emas. U dunyoga 4 oyog'ing bilan oqsoqlanib ketasan. Yo'qol bu yerdan, changalzorning kuyundi maxluqi. Ota bo'ri rafiqasiga qoyil qolib qarab turardi. Ha, u bir vaqtlar bo'rilar orasida iblis deb nom chiqargan bu urg'ochi bo'riga 5 bo'ri bilan ochiq jangda kurashib erishganini unutib yubora yozgan edi. Sherxon ota bo'ri bilan olishishdan qo'rqmaydi, ammo ona bo'ri bilan tutishmoqdan hayiqadi. Chunki bu to'qnashuvda urg'ochi bo'rining hayot-mamot uchun jang qilajagini, shuning uchun ustun kelishini muqarrarligini yaxshi biladi. Noiloj qolgan yo'lbars po'ng'illay orqasiga qaytdi. O'zini erkinlikda his qilgach, har qanday it ham
O'z uyida ovozining boricha akillaydi. Ko'ramiz. Odam zotidan bo'lgan asrandi haqida to'da ahli nima derkin? Hoy, uzundum, muttahamlar, shuni bilib qo'yingki, go'dak mening o'ljam. Ertami kechmi axir bir kun uni yeyishim turgan gap, deb irilladi. Ona bo'ri hansirab bolalari yoniga cho'zildi. Ota bo'ri unga qat'iy dedi: Sherxonning gapida jon bor. Go'dakni to'da ahliga ko'rsatmoq shart. Ha, aytgancha, sen uni olib qolmoqchimisan, onasi? Olib qolmoqchimisan emish, dedi ensasi qotib ona bo'ri. O'zing o'ylab ko'rsangchi, qop qorong'i tunda qip yalang'och go'dakning yolg'iz o'zi bu yerda kelishdan cho'chimadi-ku axir. Qara, qara, bolalarimdan birini chetga turtib, o'rniga kirib olishga ham ulgurdi. Oqsoq jallod bo'lsa, go'dakni o'ldirib vayganga qochib qolgan bo'lardi. Qilg'ilikni u qilardi-yu, balosiga biz qolardik. Odamlar esa yo'qolgan go'dakning xurini bizdan olib, tinch uyamizni vayron qilishardi. Uni olib qolmoqchimisan emish? Ha, men uni o'z bag'rimga qoldiraman. Tinchgina orom ola qol, qurbaqacham, Maugliginam. Ha, men seni Maugli, qurbaqacha deb erkalayman. Sherxon sening payingda bo'lganidek, kun kelib sen ham Sherxonning izidan tushib ov qilasan. Ammo to'da ahli nima derkin, dedi ota bo'ri. Changalzor qonuniga aytilishicha, oila qurgan har bir bo'ri o'z to'dasidan ayrilib chiqishi mumkin. Ammo bo'ri bolalari o'sib ulg'aygach, ularni har oyda bir marta, oy to'lishgan paytda o'tkaziladigan to'da kengashiga olib kelib, o'zga bo'rilarga ko'rsatish zarur. Shundan so'ng bo'ri bolasi o'zining dastlabki ov o'ljasi bug'uni o'ldirmaguncha istagan joyda shataloq otib yuraveradi. Shu orada katta bo'rilarning birortasi ham bo'ri bolasini o'ldirolmaydi. Agar shunday qotil topilgudek bo'lsa, uning jazosi o'lim. Bunday fikr qilib ko'rsang, haqiqatdan ham shunday bo'lishi lozimligini tasdiqlaysan. Bo'ri bolalari ulg'ayib, bemalol chopqillaydigan bo'lgach, to'da kengashga yig'iladigan tunlarning birida ota bo'ri bolalari Maugli va ona bo'rini kengash qoyasiga boshlab bordi. Bu yuzlab bo'rilar yashirinishi mumkin bo'lgan va katta-katta xarsangtoshlar bilan qoplangan tepalik edi. Qoyada esa kuchli va chaqqonligi uchun butun to'daning yetakchisi etib saylangan so'qqabosh kulrang bo'ri cho'zilib yotardi. Qoya ostida bir vaqtlar yolg'iz o'zlari qo'toqlarni bo'g'izlagan, hozir esa qarib, bo'rsiqdek munkillab qolgan tajribali keksa bo'rilardan tortib, ichida ha biz ham bo'sh qolmaymiz deb o'ylayotgan 40 dan ortiq turli yoshdagi va tusdagi bo'rilargacha qator tizilishib o'tirardi. So'qqabosh bo'ri bir yildan beri ularning yetakchisi edi. U yoshligida 2 marta bo'ri qopqoniga ilingan, bir martasida esa odamlar uni rosa do'pposlab, o'ldi deb o'ylab tashlab ketishgan. Shu bois u odamlarning xulq-atvori va urf-odatlarini yaxshi bilib olgandi. Kengash qoyasida hech kim miq etmasdi. Ota-onalari davra qurib o'tirgan maydonda bo'ri bolalari umbaloq oshib o'ynashardi. Katta bo'rilardan ba'zi birlari dam-badam shoshilmay o'rinlaridan turib, u yoki bu bo'ri bolasining oldiga kelib, uning basharasiga uzoq tikilib qarab, so'ng yana o'z joyiga qaytib kelib o'tirardi. Ba'zan esa ona bo'rilar tag'in kattalar nazar e'tibordan chetda qolmasaydi degan mulohazaga borib, o'z bolalarini oy yog'dusi tushib turgan yerga itarib chiqarardi. Hoy bo'rilar, ogoh bo'ling. Qonun sizlarga ayon. Qonun sizlarga ayon. Buni unutmang, deya o'z qoyasidan turib bong urdi Akela. Uning so'zini ilib olgan mehribon ona bo'rilar ham. Hoy bo'rilar, ehtiyot bo'ling. Yaxshilab mulohaza yuriting, deb chuvillashdi. Nihoyat ularning navbati kelgach, ota bo'ri qurbaqacha Mauglini davra o'rtasiga itarib chiqarar ekan, ona bo'ri sergaklanib hurpaydi. Maugli yerga o'tirib olib qiqirlab kuldi-da, oy nurida yaltirab ko'ringan mayda toshlarni o'ynay boshladi. Bu orada Akela oldingi oyoqlariga qo'ygan boshini biron marta ham ko'tarmadi. Faqat hoy bo'rilar, ogoh bo'ling, deb dam-badam takrorlardi. Qoya ortidan Sherxonning bo'g'iq irillashi eshitildi. Go'dak menga tegishli. Uni menga qaytaring. Erkin to'daga odamzodning nima keragi bor? Akela o'zini eshitmaganga oldi. U faqat hoy bo'rilar, ogoh bo'ling. Nega endi erkin to'da begonalar gapiga quloq solish kerak ekan? Yaxshilab o'ylab ko'ring, deya xitob qildi. Bo'rilar bo'g'iq uvillashdi. Faqat 4 yashar bo'rilardan biri Akelaning gapiga javoban Sherxonning erkin to'daga odamzodning nima keragi bor deb savolini takrorladi. Changalzor qonuniga ko'ra, odamzodni to'daga qabul qilmaslik masalasiga tortishuv boshlangudek bo'lsa, masalaning ijobiy hal qilinishi uchun to'dadagi hech bo'lmaganda ikkita bo'ri uni yoqlab gapirishini
shart. Ammo ota-ona bu masalada lom-mim deb og'iz ocholmaydi. Bu go'dakni kim yoqlaydi, dedi Akela. Erkin to'da orasida kim gapirmoqchi? Hech kimdan sado chiqmadi. Agar ish janjalga borib taqaladigan bo'lsa, bu o'zi uchun hayot-mamot jangi bo'lishini yaxshi anglagan ona bo'ri kurashga hozirlandi. Shu payt orqa oyoqlari tik turib olgan hayvonning do'rillagan ovozi eshitildi. Bu tanbal keksa ayiq Balu edi. Balu bo'ri bo'rilarga changalzor qonunlarni o'rgatar, faqatgina yong'oq, asal va ildizlar bilan ovqatlanganligi tufayli ko'ngli qayerni tusasa o'sha yerda sanqib yurardi. Shuning uchun ham o'zga hayvon jinsidan bo'lishiga qaramay, unga to'da kengashida qatnashish huquqi berilgandi. Odamzod farzandi? Xo'sh, nima bo'pti, dedi Balu. Men go'dakni yoqlayman. Uning hech kimga zarari tegmaydi. So'zamol bo'lmasam-da, gapning lo'ndasini aytaman, qo'yaman. U to'dada yuraversin. Kelinglar, boshqa bo'ri bolalari qatori go'dakni ham bag'rimizga olaylik. Unga ta'lim tarbiya berishni o'z zimmamga olaman. Yana kimdir so'zlashi kerak, dedi Akela. Bolalaringizning tarbiyachisi Balu o'z mulohazasini aytdi. Undan boshqa yana kim so'zlamoqchi? Davra o'rtasida qora soya paydo bo'ldi. Bu terisi tim qora qoplon Bagira edi. Ammo uning tim qora terisida oq nuqtalar yog'dusida qora selonga chizilgan oq hoshiyalardek jilvalanardi. Jasurligi, yarador fildek dovyurakligi bilan butun jungliga dong'i ketgan Bagiraning so'zini ikki qilishga hech kimning yuragi dov bermasdi. Lekin uning tovushi daraxtdan chak-chak tomib turgan yovvoyi asaldek muloyim, terisi esa momiqdek yumshoq edi. Selon sidirg'a rangli astarbob shoxi mato. Hoy, Akela, erkin to'da, siz ham eshiting, deya miyovladi Bagira. Aslida sizning yig'iningizda gap aytishga mening haqqim yo'q-ku-ya, ammo changalzor qonunida aytilishicha, mabodo to'da orasida go'dakning hayot-mamoti ustida tortishuv boshlansa, tovon to'lab uning hayotini saqlab qolish mumkin. Lekin bu tovonni to'lashga kimning haqqi bor-ku, kimniki yo'qligi to'g'risida qonunda lom-mim deyilmagan. Gapim to'g'rimi? Shunday, shunday, deb qichqirishdi qorinlari hech to'ymaydigan och bo'rilar. Bagiraning gapida jon bor. Go'dakning joni uchun tovon olish ayni muddao. Qonunda ham xuddi shunday deyilgan. Bu yerda gapirish huquqiga ega bo'lmasam-da, ruxsatlaringiz bilan bir ikki og'iz so'z aytsam. Gapirsang-chi axir, deb shang'illadi 20tacha ovoz birdaniga. Murg'akkina go'dakni o'ldirish nomussizlik. Bundan tashqari, bola ulg'aygach sizlar uchun ajoyib ovunchoq bo'ladi. Balu go'dak foydasiga bir necha og'iz gapirdi. Agar sizlar qonunga ko'ra odam bolasini to'daga qabul qilishga rozilik bersangiz, men ham tovon sifatida bu yerdan yarim milcha narida hozirgina bo'g'izlangan semiz qo'tosni inom etaman. Qalay, masalani shu tarzda hal etish u qadar qiyin bo'lmasa kerak. Shu zahoti qiy-chuv ko'tarilib, o'nlarcha ovoz bir-birini gal bermay baqira ketdi. Nimadan qo'rqamiz? Bola qishki yomg'ir payti yoki yozning jazirama issig'ida halok bo'lishi turgan gap. Qip-yalang'och qurbaqachaning bizga nima keragi, zarari yetar tegardi? To'daga aralashib yursa, yuraversin. Qo'tos qayerda, Bagira? Kelinglar, go'dakni qabul qila qolaylik. Avvalgidek mayda toshlarni o'ynash bilan ovora bo'lgan Maugli uni kelib ko'rayotgan bo'rilarni payqamadi. Bo'rilar bo'g'izlangan qo'tos ilinjida tepalikni tark etishdi. Tepalikda Akela, Bagira, Balu va Maugli oilasi bilan qoldi. Mauglini ololmagandan g'azablangan Sherxon esa hamon qorong'ilikda irillab na'ra ko'tardi. Ha, ovozing boricha irilla, dedi Bagira eshitilar-eshitilmas. Vaqti kelib bu yalang'och go'dak seni boshqacha irillatmasa, odam zotini tushunaman degan davomdan voz kechganim bo'lsin. Biz yaxshi ish qildik, dedi mamnunlik bilan Akela. Odam bolasi aqlli maxluq. Vaqti kelib u bizning tengsiz ko'makdoshimiz bo'lishi turgan gap. Ha, qiyin damlarda ko'makdosh bo'lar. Axir to'daga hech kim bir umrga yetakchi bo'lib qololmaydi-ku, dedi o'ychan Bagira. Akela indamadi. U asta-sekin kuch-quvvatdan qolib, holdan toyish to'daning har bir yetakchisi boshida bor ekan haqida xayol surib ketdi. Yetakchi ishga yaroqsiz bo'lib qolgach, bo'rilar uni o'ldiradilar. Uning o'rnini esa boshqasi egallaydi. Vaqti kelib u ham dunyodan ko'z yumadi. Go'dakni olib ket, dedi u ota bo'riga. Uni erkin to'da farzandlari nomiga munosib qilib tarbiyala. Shunday qilib qurbaqacha Maugli Baluning mehribon so'zi va Bagira hadya etgan qo'tos tufayli Sion to'dasining farzandi bo'lib qoldi. Raksha himoyachi, Balu ayiq, Akela yagona. Mauglining birodarlari
Ikkinchi qism. Shunday qilib oradan 10-11 yil o'tib ketdi. Bo'rilar orasiga o'sgan Mauglining boshidan ko'p ajoyib-g'aroyib voqealar kechdi. Bo'ri bolalari to Maugli balog'atga yetguncha katta bo'rilar qatoriga kirib ulgurishdi. Ota bo'ri erinmasdan Mauglini o'z hunariga o'rgatdi. Changalzorga bo'luvchi barcha hodisalarni tushuntirdi. Shuning uchun ham maysalar orasidagi har bir shitirlash, tungi shamolning har bir iliq nafasi, boyog'dining har sayrashi, uchib kela turib daraxt shoxlariga osilib oluvchi ko'rshapalakning har bir harakati, sho'x baliqchalarning ko'l suvini shapillatib o'ynashlari Maugliga bir dunyo ma'no anglatardi. Bekor qolgan paytlarda esa o'zini oftobda toblab mudrar, qorni ochsa ovqat yer va yana uxlardi. Siqlab ketsa o'rmondagi ko'lda kalla tashlab suzar, asal yegisi kelib qolsa ba'ludan asal va yong'oq ham xuddi xom go'sht kabi mazali ekanini bilib olgandi. Bag'ira o'rgatganidek daraxtga o'rmalab chiqardi. Ba'zida Bag'ira daraxt shoxida cho'zilib yotib, "Bu yoqqa kela qol, ukajon", deb Mauglini yoniga chaqirardi. Avvallari Maugli mushukchaga o'xshab butoqlarga tirmashib chiqqan bo'lsa, bora-bora kulrang maymundek hech qo'rqmasdan bemalol shoxdan shoxga sakrashni o'rgandi. Endilikda kengash qoyasida o'tadigan to'da yig'inida uning o'tiradigan o'z o'rni bor edi. U qaysi bo'riga tikilib qarasa, hech biri uning o'tkir nigohiga dosh berolmay, ko'zlarini olib qochishini sezib qolgach, ermak qilib yig'in paytlarida bo'rilar bilan ko'z urishtirish o'yinini o'ynardi. Ba'zida esa terisiga kirib qolgan chaqir tikanak, zirapchalarni olib tashlash, bechora bo'rilarni azobdan qutqarardi. Kechalari tepalikdan Sayxon ekinzorga tushib, kulbalar oldida yurgan odamlarni qiziqib tomosha qilar, ammo ularga ishonmasdi. Bag'ira unga daraxtlar orasiga ustalik bilan yashirilgan to'rtburchak tepki eshikli qutini ko'rsatib, bu narsa qopqon ekanini uqtirdi. Bir vaqt Mauglining o'zi ham sal bo'lmasa shunday qopqonga tushib qolayozgandi. Maugli Bag'ira bilan o'rmonning eng qorong'i va issiq burchagiga kirib olib, kun bo'yi rohatlanib uxlashni, tunlari esa Bag'iraning chaqqonlik bilan qanday ov qilishini kuzatishni yoqtirardi. Bag'iraning qorni och bo'lsa, duch kelgan maxluqni o'ldiraverardi. Maugli ham ancha vaqt shunday ov qildi, ammo ulg'ayib aql hushi kirgach, Bag'ira unga "Sening hayotingni saqlab qolish uchun qo'toqni o'ldirib, to'daga tovon tariqasi to'laganmiz. Shuning uchun uy hayvonlariga daxl qila ko'rma", deb nasihat qildi. Sayxon katta tekis ochiq joy, maydon. Changalzordagi bor narsa seniki, dedi Bag'ira. Kuching yetgan har bir parrandani ov qilish sening ixtiyoringda. Lekin sen uchun tovon sifatida to'langan qo'tosning haqqi hurmati, uy hayvonlarining na qarisi, na yoshiga qo'l tekkiza ko'rma. Changalzor qonuni ana shunday. Akilaning kundan kunga keksayib, zaiflashib borayotganidan xabardor Sherxon Changalzorda har bir qulay fursatdan foydalanib, Mauglining payini qirqa boshladi. Bu ham yetmaganidek, oqsoq yo'lbars Sion to'dasining bir necha yosh bo'rilari bilan apoq-chapoq bo'lib oldi. Yosh bo'rilar Sherxonning ketidan qolmay, uning sarqitini kutib yurishardi. Avvalgidek hukmni o'tkazib turganda-ku, Akela u sarqitxo'rlar adabini bergan bo'lardi. Sherxon esa yosh bo'rilarga tilyog'lamalik qilib, shunday baquvvat jasur ovchilar o'z ixtiyorlari munkayib qolgan keksa bo'ri bilan odam bolasi qo'liga topshirib qo'yganlariga hayron bo'lardi. Eshitishimcha, derdi Sherxon, kengash paytida go'yo sizlar Mauglining ko'ziga tik qarolmas emishsiz. Bu gapdan yosh bo'rilar achchiqlanib, junlari hurpayib, g'azabnok irillashardi. G'azabnok g'azab bilan ma'nosida. Hamma narsadan xabardor, yer tagida ilon qimirlasa biladigan Bag'ira, Sherxon bir kunmas bir kun seni o'ldirib qo'yishi mumkin, deb Mauglini bir necha bor ogohlantirdi. Maugli esa bu gaplarga beparvogina kulib, "To'dam bor, sen borsan, Balu ham bor. U tanbal bo'lishiga qaramay menga qasd qilganini panjalari bilan ezib tashlaydi. Xo'sh, nega endi qo'rqishim kerak ekan", derdi. "Ko'zingni och, ukajon. Sherxon seni Changalzorda o'ldirishga jur'at qilolmaydi. Akela keksayib munkillab qolganini ham unutma. Qo'tosni o'ldirishda kuchi yetmay qoldi deguncha yetakchilikdan chetlatiladi. Buning ustiga kengash qoyasida seni birinchi bor ko'rib, yoningni olgan bo'rilar ham qarib qoldi. Oqsoq yo'lbars bo'lsa, bo'rilar to'dasida odam bolasiga o'rin yo'q degan gapni yosh bo'rilarning qulog'iga quyib kelyapti. Sen esa ko'p o'tmay rasmona odam shakliga kirib qolasan. Odam degan nima o'zi? Nega endi o'z og'a-inilari orasida yursa bo'lmas ekan?" deb so'radi Maugli. "Men Changalzorda tug'ilgan bo'lsam, Changalzor qonunlariga itoat qilsam, to'dada bironta bo'ri yo'qki, men uning panjasidagi zirapchani sug'urib olmagan bo'lsam, axir ularning barchasi menga og'a-ini-ku." Bag'ira cho'zilib ko'zlarini yumdi.
Iniginam, dedi u. Iyagim tagini paypaslab ko'rchi. Mauli baquvvat qoracha qo'lini uzatib, Bagiraning yaltiroq junlari orasidagi yo'g'on paylar tutash yerida bilinar-bilinmas bo'lib qolgan chandiq joyini paypaslab topdi. Bagiradek maxluqning bo'yniga qayish tamg'asi borligini junglidagi bironta jonzot ham bilmaydi. Biroq men odamlar orasida tug'ilganman, iniginam. Onam esa Udaupurdagi qirol hayvonotxonasida vafot etgan. Shuning uchun ham kengashda sen uchun tovon to'ladim. Hali sen u vaqtda murg'akkina go'dak eding. Men ham odamlar orasida tug'ilganman. Go'dakligimda changalzorni ko'rmadim. Menga panjara ortida temir tovoqda ovqat berardilar. Nihoyat bir kuni tunda men odamlarga o'yinchoq emas, qoplon ekanimni his qilib qoldim. His qildirmu, panjalarimning bir hamlasi bilan bema'ni qulflarni sindirib, qochib qoldim. Ha, odamlarning odatlari bilan tanish bo'lganim uchun ham changalzor ahli Sherxondan ko'ra ko'proq mendan hayiqadi. Yo noto'g'ri gapirdimmi? Ha, shunday, deb tasdiqladi Maugli. Mauglidan o'zga butun changalzor ahli Bagiradan hayiqadi. Voy sen odamcha-ey, dedi mehr bilan qora qoplon. Mabodo seni kengashda o'ldirib qo'ymasalar, men o'z makonim changalzorga qaytganimdek, sen ham axir bir kun og'a-inilaring odamlar orasiga qaytib borishing turgan gap. Nega endi kimdir meni o'ldirishi kerak ekan, deb so'radi Maugli. Mening ko'zlarimga qarachi, dedi Bagira. Maugli uning ko'zlariga tikilib qaradi. Ulkan qoplon dosh berolmay ko'zlarini chetga olib qochdi. Mana ko'rdingmi, dedi panjalari ostidagi barglarni shitirlatib qoplon. Men ham odamlar orasida tug'ilganim va seni yaxshi ko'rishimga qaramay, ko'zingga tik qarolmayman. Iniginam, boshqalar senga tik qarashga bardosh berolmaganliklari uchun, ulardan ko'ra aqlli bo'lganing uchun, ularning panjasidan zirabchalarni olib tashlay olganing uchun va muhimi inson bo'lganing uchun seni yomon ko'radilar. Men bu gaplardan butunlay bexabar ekanman, dedi quyuq qoshlarini chimirib ma'yuslik bilan Maugli. Bilasanmi, changalzor qonunlari nimaga o'rgatadi? Avval zarba urib, so'ng ovoz chiqar. Sendagi beparvolikning o'zi ham odamzod ekaningni oshkor qilib qo'yadi. Es hushingni yig'ib ol. U ovdan bu ovgacha Akelaning ahvoli tobora mushkullashib bormoqda. Mabodo navbatdagi ovda Akela o'ljasini tutolmasa bormi? Bo'rilar unga ham, senga ham itoat qilmay qo'yadilar. Shunday bo'lishini yuragim sezib turibdi. Unda bo'rilar darhol kengash qoyasida butun changalzor ahlini to'playdilar-u, keyin nima qilishini o'zim bilaman, deya qichqirib o'rnidan sakrab turdi Bagira. Hoziroq pastlikdagi vodiyga jo'na. Amallab odamlar kulbasidan qizil gulni olib kel. Shuni eplolsang bormi? U holda mendan ham, Baludan ham, to'dadagi senga xayrixoh bo'rilardan ham qudratliroq madadkorga ega bo'lasan. Yugur, tezroq qizil gulni keltir. Bagira qizil gul deb olovni aytgan edi. Chunki changalzordagi bironta hayvon olovni o'z nomi bilan atashga jur'at qila olmaydi. Barcha hayvonlar olovdan o'lgudek qo'rqadilar va shu boisdan uni to'g'ridan-to'g'ri olov deyish o'rniga turli-tuman nomlar bilan ataydilar. Qizil gulmi? Dedi Maugli. U oqshom payti kulbalar oldida o'sadi. Men uni keltiraman. Mana bu odam bolasining so'zi, dedi u g'urur bilan Bagira. Aytgancha, u gul kichkina tuvakchalarda o'sishini yodingda tut. Uni tezroq keltirgin u zarur bo'lib qolguniga qadar asrab tur. Xo'p bo'ladi, dedi Maugli. Men ketdim. Biroq Bagira, deya uning silliq bo'ynini quchib, katta ko'zlariga mehr bilan boqdi Maugli. Bularning hammasi Sherxonning makri ekaniga ishonching komilmi? Ha, iniginam. Meni ozod etgan siniq qulf haqqi hurmati, bu gaplarning barchasi chin. Hali shunaqami? Menga tovon sifatida berilgan Qo'tosning haqqi hurmati, bu qilg'iliklari uchun Sherxonning bir boplab adabini berayki, onadan tug'ilganiga pushaymon bo'lsin, dedi-yu, g'izillagancha jo'nab qoldi. Maugli butalar oralab yugurgancha vodiy o'rtasidagi daryo tomon ketdi. Ammo u ov qilayotgan to'daning uvillashini eshitib, darhol to'xtab qoldi. U ta'qibdan qochib, holdan ketgan bug'uning avvaliga ingrashi, keyin esa orqasiga o'girilib o'zini himoya qilish uchun pishqirganini eshitdi. So'ng yosh bo'rilarning g'azabnok va shiddatli akillashi quloqqa chalindi. Akela, ha Akela, qani qo'yib beringlarchi, so'qqabosh bo'ri o'z hunarini ko'rsatsin. Yetakchiga yo'l bering, qani sapchi Akela. Essiz, so'qqabosh bo'ri o'ljaga sapchib, xippa bug'ib ololmadi shekilli. Shu payt Mauglining qulog'iga Akelaning tishlari g'ijirlab, qisqagina ingrashi eshitildi. Aftidan o'zini himoya qilayotgan bug'u uni oldingi tuyoqlar bilan tepib yiqitganga o'xshaydi. Maugli nima bo'lishini kutib o'tirmay, g'izillagancha oldinga qarab chopa ketdi.
Tezda odamlar yashaydigan ekinzor yerlar ko'rindi. Orqadagi uvillash esa borgan sari pasayib, eshitilmay qoldi. Bagiraning gapi to'g'ri ekan, deya pichirladi o'z-o'ziga Mowgli. Kulba darchasi tagidagi o'tlar orasida o'janak bo'lib o'tirar ekan. Ertaga mening ham, Akelaning ham taqdirimiz hal bo'ladiganga o'xshaydi. U derazaga yaqinlashib, o'choqda yonib turgan olovga tikilib qoldi. U dehqon xotini kechasi o'rnidan turib, o'choqqa qandaydir qora narsalarni tashlaganini, tong payti yer yuzini oppoq sovuq tuman cho'lg'ab olganda, yosh bola savat ichida o'rnatilgan tuvakka cho'g' solib, ustini ko'rpa bilan berkitib, mollarga qaragani molxonaga ketganini kuzatib turdi. Bor yo'q gap shumi? Dedi u o'z-o'ziga. Kichkinagina bola eplagan ish mening ham qo'limdan keladi. U muyulishdan aylanib o'tib, bolaning qarshisiga bordi va uning qo'lidagi tuvakni tortib olib, tuman ichiga kirib g'oyib bo'ldi. Bola esa qo'rqqanidan dodlab yubordi. Odamlar juda ham menga o'xshaydilar, dedi Mowgli, xuddi dehqon xotin qilganidek cho'g'ini puflab. Agar unga ovqat berilmasa, o'lib qolishi mumkin, degan fikrda quruq shox-shabba va ildizlarni yig'ib, cho'g' ustiga tashladi. Toqqa toqqa chiqayotib, u Bagirani uchratdi. Tonggi shabnam Bagiraning terisida xuddi oy toshlaridek yaltirab turardi. Akela o'ljani tutolmadi, dedi unga qoplon. Ular kecha tundayoq Akelani o'ldirib tashlashardi-yu, lekin ikkovingizni birga yo'qotishmoqchi-da. Bo'rilar tepalikdan seni rosa axtardilar. Men ekinzor yerlarda bo'ldim. Qarachi, men tayyorman, deb qo'lidagi cho'g' to'la tuvakni baland ko'tardi Mowgli. Juda yaxshi. Endi gap bunday. Odamlar tuvak ichiga quruq shox-shabba tiqishganda qizil gul ochilganini o'z ko'zlarim bilan ko'rganman. O'shanaqa qilishdan qo'rqmaysanmi? Yo'g'-e, nimadan qo'rqardim? Tush bo'lmasa kerak, endi esimga tushdi. Hali bo'riga aylanmasimdan avval ko'pincha qizil gul oldida yotardim. O'shanda men sovqotmasdim. Mowgli butun kunni g'orda o'tkazdi. U tuvakdagi cho'g'ga goh-goh quruq shox-shabba tashlab, nima bo'lishini kuzatdi. U bir yog'ochni topib yonishidan mamnun bo'ldi. Kechqurun Taboqi kelib, uni dag'allik bilan uni kengash qoyasida chaqirayotganlarini aytganida xoxolab, o'zini kulgidan to'xtata olmadi. Buni ko'rib Taboqi qochib qoldi. Mowgli kulganicha kengashga jo'nadi. So'qqabosh bo'ri Akela to'da yetakchisining o'rni bo'shab qolganiga ishora qilgandek o'z qoyasi oldida yotardi. Sherxon bo'lsa xushomadgo'ylari bilan birgalikda mamnun qiyofada u yoqdan bu yoqqa yurib turardi. Bagira Mowglining yonida yotar, Mowgli esa cho'g' to'la tuvakni tizzalari orasiga olib o'tirardi. Akilaning kuch-quvvati bor vaqtlarda aslo jur'at qilolmaydigan Sherxon bugun hamma yig'ilib bo'lgach, viqor bilan gap boshladi. Uning haqqi yo'q, deb shivirladi Bagira. Shunday degin, aslida bu itvachcha juda qo'rqoq. Mowgli dik etib o'rnidan turdi. Hoy, erkin haloyiq, deb qichqirdi u. Axir Sherxon to'daning yetakchisi emas-ku. Qachondan beri yo'lbars jinsi bizga yetakchi bo'lib qolibdi? Tushunsang-chi, yetakchining o'rnini hech kim egallaganicha yo'q. Mendan esa gapirishni iltimos qildilar, deb gap boshladi Sherxon. Kim sendan iltimos qildi? Dedi Mowgli. Nahotki biz qassobning oldida xushomadgo'ylik qilib, jilpanglovchi chiya bo'rilarga aylanib qolgan bo'lsak, yetakchini to'daning o'zi saylab oladi. Bu gapning begonalarga daxli yo'q. Ovozingni o'chir, odamzod, degan qiyqiriqlar eshitildi. U bizning qonunlarimizga amal qildi, gapirsin, deyishdi ko'plar. Nihoyat qari bo'rilar irillashib, murda bo'ri gapirsin, deyishdi. To'da yetakchisi o'z o'ljasini qo'ldan chiqarib yuborsa, to o'lgunicha murda bo'ri deb ataladi. O'lim esa uni uzoq kuttirmaydi. Akela oppoq boshini istar-istamas ko'tarib dedi. Hoy, erkin haloyiq, siz ham eshiting. Sherxonning ityaloq chiya bo'rilari. 12 yil bo'ldiki sizlarni ovdan ovga boshladim. Shu vaqt ichida na birontangiz qopqonga tushdingiz, na majruh bo'ldingiz. To'g'ri, so'nggi ovni boy berdim. Mening keksayib, kuch-quvvatdan qolganimni bila turib, sharmandayu sharmisor etish niyatida yosh va baquvvat bug'uni ro'para qildilar. Bu ustalik bilan qilingan nayrang bo'ldi. Sizlar meni kengash qoyasida o'ldirishga haqlisiz. Endi sizlardan so'ray, qani kim kelib so'qqabosh bo'rini o'ldiradi? Changalzor qonuniga ko'ra bitta-bitta bo'lib kelishingizni talab qilishga haqqim bor. Uzoq vaqt jimlik cho'kdi. Birorta bo'ri ham Akela bilan hayot-mamot jangiga kirishishga jur'at qilolmadi. Oxiri Sherxon irillab qoldi. Bu chissiz ahmoqning bizga nima keragi bor? U shunday ham o'ladi. Odam bolasi esa dunyoda ko'p yashab qoldi. Hoy, erkin haloyiq, boshdayoq u mening o'ljam edi. Uni menga qaytarib beringlar. Sizlarning unga shaydo bo'lib qolganingiz meni jirkantiradi. 10 yil davomida changalzorni alg'ov-dalg'ov qilgani yetar. Uni menga bering.
Bo'lmasa hamma vaqt men shu yerda ov qilaman-da, sizlarga quruq suyak ham qoldirmayman. U odamzod va odam bolasi, uni ko'rgani ko'zim, otgani o'qim yo'q. Shunda to'daning yarmidan ko'pi uvilladi. Odam, odam, bizga odamning keragi bor. Yo'qolsin o'z jinisdoshlari orasiga. Bizga odamning nima keragi bor? Yo'qolsin. Keyin butun qishloqdagi odamlarni bizga qarshi qo'zg'atsinmi? Deb baqirdi Sherxon. Yo'q, uni mening qo'limga topshiring. U odam va hech birimiz uning ko'ziga tikilib qarolmaymiz. Akela yana boshini ko'tarib dedi. Biz nima yesak, u ham shuni yedi. Biz bilan birga yashadi. U biz uchun parrandalarni quvib keldi. U biron marta changalzor qonunga xilof ish qilmadi. Buning ustiga uni to'daga qabul qilayotganimizda tovon sifatida butun boshli qo'tosni berdim. Qo'tos-ku hech gap emasa, biroq Bagiraning or-nomusi odamzodning yonini olib jang qilishga arzisa kerak, dedi yana muloyim tovush bilan miyovlab Bagira. 10 yil avvalgi qo'tosni pesh qiladi-ya, deb irillashdi to'dadagilar. 10 yillik qoq suyaklardan bizga nima foyda? Ho, u so'zida turishchi, dedi oppoq tishlarini irjaytirib Bagira. Erkin haloyiq deb bekorga aytalmagan bo'lsalarchi? Bironta ham odam bolasining changalzor ahli bilan yashashga haqqi yo'q, deb baqirdi Sherxon. Uni menga bering deyapman. U garchi bizga qondosh bo'lmasa-da, bizning qardoshimiz, deb so'zini davom ettirdi Akela. Siz bo'lsa uni shu yerning o'zidayoq o'ldirmoqchi bo'lyapsiz. Haqiqatan umrim behuda o'tibdi. Birovlaringiz uy hayvonlarini ovlayotgan emishsiz. Ba'zi birovlaringiz esa eshitishimcha Sherxonning aldam-qaldam gaplariga uchib, tunlari qishloqma-qishloq sanqib, kulbalar ortidan go'daklarni o'g'irlayotganmishsiz. Ha, endi men sizlarning qo'rqoq ekaningizga qanoat hosil qildim. Endi sizdek qo'rqoqlarga murojaat qilishdan o'zga ilojim yo'q. Kunim bitib qoldi. Hech narsaga arzimas hayotim yaqin orada tugaydi. Mabodo umrim salmoqqa ega bo'lganda edi, uni odam farzandi yo'liga tikkan bo'lardim. Agar odam farzandini o'z jinisdoshlari orasida bezarar jo'natib yuborsangiz, to'daning or-nomus hurmati vaqt soati yetib meni o'ldirgani kelganingizda birontangizni ham tishlamayman. Aldam-qaldam, laqillatish, aldash uchun aytilgan gaplar. Jangsiz taslim bo'lishga roziman. Bu va'dam. To'dadagilarning umrini saqlab qoladi. Qo'limdan boshqa hech narsa kelmaydi. Xohlasangiz sizlarni changalzor qonunlarga muvofiq to'daga qabul qilingan va hech qanday gunohi bo'lmagan qardoshlarini bekordan bekorga o'ldirdi degan isnoddan saqlab qolaman. U odam, odam, odam deb uvillashdi to'dadagilar. Shunday qilib to'daning yarmidan ko'pi dumini yerga tap-tap urib, turgan Sherxon tarafiga qochib o'tdi. Endi hammasi sening qo'lingda, dedi Bagira Maugliga. Jang qilishdan o'zga ilojimiz qolmadi. Maugli qo'lidagi tuvakni ko'targancha qomatini rostladi. So'ng yelkalarini kerib, kengash tomon o'girilib esnadi. Lekin g'azab va alamdan ko'ngli vayron edi. Negaki shu paytgacha bo'rilar o'z odatlariga ko'ra Maugliga dushman ekanliklarini bunday ochiqchasiga hech qachon aytmagan edilar. "Hoy, menga qarang", deb qichqirdi u. "Bunday akillashning hojati yo'q. Bugun odamzod ekanimni qayta-qayta yuzimga soldingiz. Men esa sizlar bilan birgalikda bir umr bo'ri bo'lib qolmoqchi edim. Nihoyat so'zlaringizda haqiqat borligiga men ham ishona boshladim. Bundan buyon sizlarni tug'ishganlarim deb emas, balki odamzod aytganidek itlar deb chaqiraman. Endilikda nima qilish kerak-u, nima qilmaslik kerakligini sizlardan so'rab o'tirmayman. Nima qilsam ixtiyor o'zimda. Odamzodning nimalarga qodir ekanini bir ko'rsatib qo'ymoq uchun sizlar o'lgudek qo'rqadigan qizil gulni keltirdim." Maugli shunday dedi-yu, qo'lidagi tuvakni yerga uloqtirib yubordi. Har yoqqa sochilgan cho'g', qupquruq xas-cho'plarni yondirib yubordi. Alangani ko'rib butun kengash ahli o'zini orqaga tashladi. Maugli gulxanga quruq shoxni tiqqan edi, mayda shox-shabbalar alanga olib lovullab yonib ketdi. Maugli uni boshi ustida aylantirib, qo'rqib ketgan bo'rilarni tum-taraqay qildi. "Endi sen hukmronsan", dedi shivirlab Bagira. "Akelani halokatdan saqlab qol. U sening do'sting edi." Umrida birovdan shafqat tilamagan keksa Akela endilikda Maugliga iltijo qilgandek nigoh tashladi. U bo'lsa qip-yalang'och, uzun qora sochlari yelkalariga yoyilgan holda tik turar. Gulxan alangasidan hosil bo'lgan soyalar esa atrofda o'ynoqlab raqsga tushardi. "Xo'sh", dedi Maugli shoshilmasdan tevara atrofga nazar tashlab. "Ana endi itligingizni ko'rib turibman. Chindan ham odamzod degan maxluq mening jinisdoshlarim
bo'lsa, bas sizlarni tark etib, ularning yoniga ketganim bo'lsin. Endilikda changalzor darvozalar men uchun yopiq. Sizning tilingizni ham, do'stligingizni ham unutishim zarur. Ammo men sizlardan ko'ra shafqatliroq bo'laman. Men sizlarga qondosh bo'lmasam-da, biroq barcha ishlarda sherik edim. Xuddi shuning uchun ham o'z jinsdoshlarim orasida odam qatorida kirgudek bo'lsam, sizlar menga xiyonat qilganingizdek, men ham xiyonat qilib, sizlarni odamlarga tutib bermayman, dedi. U gulxanni tepgan edi, har tomonga uchqunlar sachrab ketdi. Bizdek bir to'daning bo'rilar orasida jang bo'lmaydi, ammo ketishdan oldin qarzni uzib ketmoq shart. Maugli o'tga tikilgancha ko'zlarini ola-kula qilib o'tirgan Sherxonning oldiga borib, yolidan mahkam ushlab oldi. Bagheera ehtiyot shart uning orqasidan bordi. "Tur o'rningdan, itvachcha!" deb baqirdi Mowgli. "Odam gapirayotganda o'rningdan turib eshit, yo'qsa junlaringni kuydirib yuboraman." Yonib turgan tayoqchani boshi ustiga ko'rgan Sherxon quloqlarini qisib, ko'zlarini yumib oldi. Mana bu hayvonlar jallodi go'dakligimda o'ldirishga ulgurolmagani uchun kengash paytida yo'q qilaman deb valdirab yuribdi. Biz odam qatoriga kirar ekanmiz, it emganlarni mana shunday qilib savalaymiz. Sen oqsoq mabodo g'iring erkansan, xuddi hiqildog'ingga qizil gulni tiqib olaman. Maugli qo'rqqanidan ular holatga yetib, goh angillab, goh ingrayotgan Sherxonning boshiga yonib turgan shox bilan tushira ketdi. Uf, ana endi kuyuk mushuk, bu yerdan qorangni o'chir. Ammo yodingda bo'lsin, kelgusi safar men kengash qoyasiga kelganimda Sherxonning terisini boshimga yopinib kelaman. Gap bunday, Akilaning ixtiyori o'zida. Qanday xohlasa shunday yashasin. Siz uni o'ldirmaysiz, chunki bu mening xohishim. Sizlar o'zlarini it emas, balki qandaydir ulug' zot deb o'ylayotganlar tillaringizni osiltirib, bu yerda uzoq o'tirmasangiz kerak. Itlarni esa men mana bunday qilib quvaman. Yo'qol, daf bo'l. Maugli yonib turgan tayoqni havoda gir-gir aylantirib, davra bo'ylab goh o'ngga, goh chapga ta'sirlantirib ura ketdi. Tuklari kuygan bo'rilar uvillashib duch kelgan tomonga tum-taraqay bo'lishdi. Nihoyat qoyada Akela, Bagheera va Mauglining tarafini olgan 10 chog'li bo'ridan boshqa hech kim qolmadi. Xuddi shu payt avvallari hech sezilmagan holat yuz berib, Mauglining yurak bag'rini nimadir o'rtab yuborgandek bo'ldi. Uning nafasi bo'g'ilib, birdaniga ho'ngrab yig'lab yubordi. Yuzlaridan shashqator yosh oqa boshladi. "O'zi nima gap? Bu nima o'zi?" dedi u. "Changalzordan ketgim kelmayapti. Menga nima bo'lganini tushunmayapman. Bagheera, men o'lyapmanmi?" "Yo'g'-e, iniginam. Bu odamlarda bo'ladigan ko'z yoshi xolos", deb javob qildi Bagheera. "Endi sening rasmini odam bo'lganingga qanoat hosil qildim. Bundan buyon changalzorning darvozalari sen uchun yopiq. Qo'y mayli, oqaversin. Yosh oqsa darding yengillashadi." Maugli o'tirib olib shunday yig'ladiki, go'yo yurak bag'ri ezilib oqqandek bo'ldi. Axir uning birinchi bor yig'lashi edi-da. "Endi", dedi u, "men odamlar orasiga ketaman. Biroq avval borib onam bilan xayrlashishim kerak." U ona bo'ri bilan ota bo'ri yashaydigan g'or tomon yo'l oldi. Ona bo'rining yunglariga yuzini surkab ko'p yig'ladi. Buni ko'rgan to'rtala bo'ri bolasi uvlashdi. "Meni unutmaysizmi?" deb so'radi Maugli. "Izdan bora olar ekanmiz, aslo seni unutmaymiz", deyishdi bo'ri bolalari. "Odam bo'lib olganingdan keyin ham tepa ostiga kel, chaqchaqlashamiz. Yo tunda sen bilan birga dalaga borib quvlashmachoq o'ynaymiz." "Uzoq vaqt yo'q bo'lib ketma", dedi ota bo'ri. "Mening dono qurbaqacham, tez-tez kelib tur. Ko'rib turibsan, onang bilan men ham keksayib qoldik. Tez-tez kelib tur, yalang'och bolaginam", dedi ona bo'ri. "Esingdan chiqmasin, odamzod, seni o'z farzandlarimdan ham a'lo ko'rardim." "Albatta kelaman", dedi Maugli. "Shuning uchun ham kelishim zarurki, Sherxonning terisini kengash qoyasiga yopib qo'ymagunimcha ko'nglim joyiga tushmaydi. Meni unutmang. Changalzordagi barcha maxluqlarga ham aytingki, meni unutmasinlar." Mauglining yolg'iz o'zi tepalikdan tushib, odamlar deb atalmish sirli maxluqlar tomon yo'l olganda, tong g'ira-shira yorisha boshlagan edi. Yo'lbars, yo'lbars. Kengash qoyasidagi janjaldan so'ng Maugli bo'ri uyasini tark etib, pastlikka, ekinzor yerlar va odamlar istiqomat qiluvchi manzilga intildi. Tekislikdagi yaylovda sigir va qo'toslar o'tlab yurardi. Poda boqib yurgan bolalar Mauglini ko'rishlari bilan o'takalari yorilib, chinqirgancha qochib qolishdi. Har bir hind qishlog'ida odat bo'lib qolgandek, daydib yuruvchi sap-sariq sayoq itlar birdaniga akillay boshlashdi. Maugli juda ochiqqanidan ularga parvo qilmay ketaverdi va oxiri qishloq chekkasiga yetdi. U yon bu yon qarab,
qishloqni ihota qilib turgan chetan devordagi darvozaning tunlari tambalab qo'yiladigan yo'g'on tog' olcha Lukedonning bir yoqqa surib qo'yilganini payqadi. Dedi o'zicha Maugli. U bundan ilgari ham tunlari yemak axtarib ovga chiqqanda shunday to'siqlarga bir necha bor duch kelgandi. Bu yerning odamlari ham changalzor maxluqlardan qo'rqisharkan-da. Ihota devor bilan o'rab olish, himoyalash, Lukedon yog'och qulf. U darvoza oldiga o'tirib oldi. Darvozadan bir kishining qorasi ko'rinishi bilanoq sakrab turib og'zini ochib tamshanib, qo'li bilan lablarini ko'rsatib, qornim och deya ishoraladi. U odam Maugliga ko'zi tushish bilanoq darhol orqasiga burilib, qishloqning yagona ko'chasidan chopa ketdi. Birozdan so'ng boshdan oyoq oq libos kiygan, peshonasida qizil va sariq belgisi bor, baland bo'yli va to'ladan kelgan kohinni boshlab keldi. Kohin orqasidan yuzlarcha qishloq odamlarini ergashtirib, darvoza oldida to'xtadi. Ular Maugliga angrayib qarashar, bir-birlariga gap bermay nimalarnidir chug'urlashar, qo'llari bilan uni ko'rsatib baqirishardi. Kohin ruhoniy. Bu odam degan maxluqlar naqadar nodona, derdi o'z-o'ziga Maugli. Ularning kulrang maymunlardan aslo farqi yo'q. U uzun sochlarini orqaga tashlab o'qraygancha olomonga qarab turaverdi. Nimadan qo'rqasizlar, dedi Kohin. Uning oyoq va qo'llaridagi izlarni ko'rmayapsizlarmi? Ular bo'ri tishining izlari. U bo'rilar boqib olgan bola ekani aniq. Bu yerda junglidan qochib kelgan shunday ham ko'rinib turibdi-ku. Bo'ri bolalari Maugli bilan o'ynasharkan, o'zlari sezmagan holda uni qattiq-qattiq tishlab olishar. Shuning uchun ham bolaning oyoq qo'llari oq chandiqlar bilan qoplangandi. Biroq rostakamiga tishlab olishning nimaligini yaxshi bilgan Maugli oyoq qo'llaridagi chandiqlarni hech ham tishlash asorati deb atamagan bo'lardi. Voy deyishdi baravariga bir necha ayol. Boyaqishning badanini bo'rilar ilma teshik qilib tashlabdi-ku. Ko'hlikkina bola ekan, ko'zlaridan o't chaqnab turibdi. Ha-ya, Messuya, o'ziyam xuddi sening yo'lbars o'g'irlab ketgan bolangga o'xshaydi-ya. Qani yo'l bering, bir yaxshilab qaraychi, dedi bilak va to'piqlarga quyma mis bilaguzuklar taqib olgan ayol, qo'lini peshonasiga qo'yib Maugliga diqqat bilan qararkan. Ha-ya, juda o'xshab ketadi. Bu bola ozg'inroq, biroq yuz, ko'zlari xuddi o'g'limning o'zginasi. Ayyor Kohin Messuaning eri qishloqning badavlat odamlaridan biri ekanini yaxshi bilardi. Shuning uchun u ko'zlarini osmonga tikib, tantanali ohangda jungli olgan omonatini yana qaytarib berdi. Bolani o'z bag'ringga ol, singlim. Ammo odamlar kelajagini oldindan biluvchi Kohinning izzat hurmatini o'rniga qo'yishni unutib, savobdan bebahra qolma, dedi. Menga tovon sifatida to'langan Qo'tosning ruhiga qasam bo'lsinki, deb o'yladi Maugli. Bu ishlarning barchasi meni ko'rikdan o'tkazgan to'dadagilarning harakatiga juda ham o'xshab ketadi. Men chindan ham odamzod ekanmanmi? Chinakam odamga o'xshashim kerak. Olomon yo'l bo'shatgach, haligi ayol Maugliga mening orqamdan yur ishorasini qilib, uni qizil bo'yoqlari yaltirab ko'ringan kat qo'yilgan kulba tomon boshladi. Kulbaga yana allaqancha ro'zg'orga zarur qaqir-ququrlar, jimjimador naqsh o'yilgan don soladigan xum, ovqat yeydigan mis tovoqlar, pastakkina supachaga o'rnatilgan ma'buda haykali va devorga osilgan, bahosi qishloq bozorida 8 sent turadigan ajoyib oyna ko'zga tashlanardi. Ayol Maugliga to'ygunicha sut va bir parcha non berdi. So'ng qo'llarini bolaning boshiga qo'yib, uning ko'zlariga tikildi. Ayol haqiqatdan ham yo'lbars o'g'irlab kelgan farzandim changalzordan qaytib kelgan bo'lsa-ya, deb o'ylardi. Natxu, hay Natxu, deb chaqirdi ayol. Maugli bu ism o'ziga tanish ekanini anglatuvchi biron ishora bilan ham javob bermadi. Senga yangi kavush olib bergan kunimni nahotki unutgan bo'lsang? Ayol shunday deb bolaning toshdek metinlashib ketgan tovonni siypab qo'ydi. Yo'q, dedi ayol ma'yuslanib. Bu oyoqlar umrida kavush ko'rgan emas. Mayli, nima bo'lsayam o'g'lim Natxuga o'xshaysan. Endi menga o'g'il bo'lding. Umrida xonada bo'lmagan Maugli allanechuk bo'lib ketdi. Lekin poxol bilan yopilgan tomga ko'zi tushib, tashqariga chiqisi kelsa, poxolni teshish va uni yoki ochiq turgan darchadan tushish mumkinligini o'ylab qo'ydi. Kishilar gaplashadigan tilni tushunmasang, odamman deb yurishning nima foydasi bor, deb o'yladi o'zicha Maugli. Odamlar changalzorga biron so'zni anglay olmaganidek, men ham bu yerga hech narsani tushunmaydigan gungning o'zginasiman.
ularning tilini o'rganishim zarur. Maugli changarzorda bo'rilar bilan yasharkan, bug'ularning jangovar nidosi yoki to'ng'izlarning hurhuriga taqlid qilishni bekorga mashq qilmagandi. Messua biron so'zni aytdimi, darhol Maugli shu so'zni juda o'xshatib takrorlar va shu yo'sin kechgacha kulbadagi allaqancha ashyolarning nomini to'g'ri ayta boshlagandi. Uxlash payti keldi, biroq Maugli qoplonlarga qo'yiladigan qopqonga o'xshab ketuvchi kulbaga yotishni sira ham istamadi. Eshikni yopishlari bilanoq u sakrab darchaga chiqib oldi. Uni o'z holiga qo'y, dedi Messuaning eri. Bola umrida kat ustida uxlamaganini unutma. Haqiqatdan ham u yo'qolgan o'g'limiz o'rniga g'oyibdan yuborilgan bo'lsa, hech yerga qochib ketmaydi. Maugli tashqariga chiqib, o'tloq chekkasidagi ko'm-ko'k baland o'tlar orasiga cho'zildi. Lekin u ko'zlarini yumishga ham ulgurmagan ediki, nimaningdir muloyim kulrang tumshug'i bo'yniga turtdi. Fu, dedi kulrang og'a. Bu ona bo'rining bosh farzandi edi. Xuddi odamlarga o'xshab sendan ham og'ilxona va tutun hidi anqib turibdi. Qurib ketsin. Shu qo'lansa isni hidlagani orqangdan 20 mil masofani bosib kelishga arzimaydi-ya. Ko'zingni och, ukajon. Senga yaxshi xabar keltirdim. Changalzordagilarning barchasi sog'-omonmi? Dedi Maugli uning bo'ynidan quchoqlab. Qizil gul taftidan kuygan bo'rilardan boshqa hamma salomat. Endi so'zimga quloq sol. Terimdagi kuygan yaralar bitguncha deb Sherxon yiroq manzillarga ov qilgani jo'nab qoldi. Qaytib kelgach sening suyaklaringni daryoga uloqtirishga qasam ichibdi. Ha, ko'rarmiz. Kim kimning suyagini daryoga uloqtirarkin. Men ham qasam ichib qo'yganman. Shunday bo'lsa-da, har qalay yangi xabarlarni eshitish har qachon ham kishini quvontiradi. Men bugun ko'rgan barcha yangiliklardan juda xoridim. Kulrang og'am, ammo qanday yangi xabar bilsang so'zlayver, jon, deb eshitishga tayyorman. Bo'ri ekaningni unutib qo'ymaysanmi? Odamlar seni o'z qarindoshlaringni unutib yuborishga majbur qilmasmikinlar? Deya xavotirlanib so'radi kulrang og'a. Hech qachon. Seni va g'orimizdagi barcha yaqinlarimni jonimdan ham yaxshi ko'rganimni hech qachon unutmayman. Biroq meni to'dadan quvib yuborganlarini ham aslo yodimdan chiqarmayman. 3 oy mobaynida odamlarning gapini va urf-odatlarini qunt bilan o'rganishga kirishgan Maugli qishloqdan tashqariga chiqmadi. Dastavval u o'zini noqulay sezsa-da, beliga lungi o'rab olishga majbur bo'ldi. Lungi bel va songa o'raluvchi mato parchasi. Keyin nima zarurligini bilmasa-da, pul sanashni, nima foyda keltirishiga aqli yetmasa-da, yer haydashni o'rgandi. Qishloq bolalari unga kun bermay mudom jig'iga tegishardi. Biroq Changalzor qonuni Mauglini og'ir vazmin bo'lishga o'rgatgan, busiz o'rmonda yashash va kun ko'rish amri mahol edi. Goho Maugli qishloqi bolalar bilan o'ynash yoki varrak uchirishni istamagani, yana qandaydir so'zni to'g'ri aytolmagani uchun masxara qilganlarida ularni tutib olib ta'zirini berish hech gap emasligini yaxshi bilsa-da, biroq u kichkina, ojiz bolalarni jazolash haqiqiy ovchi uchun sharmandalik ekanini o'ylab, indamay qo'ya qolardi. Bundan tashqari odamlarni bir-biridan farq qiluvchi har turli tabaqalarga bo'lib yuborgan qoidalar to'g'risida Maugli hech qanday tushunchaga ega emasdi. Bir kuni kulolning eshagi chuqurga tushib ketganida Maugli uni chiqarishga yordamlashibgina qolmay, ho'qachalarini eshakka ortishib Kanhivar bozoriga jo'nab ketishga ko'maklashib yubordi. Bu ishi hammasidan oshib tushdi, chunki kulol past tabaqaga mansub edi. Eshagi haqida so'z ochmasa ham bo'ladi. Kohin bu nojo'ya ishi uchun Maugliga qattiq tanbeh bera boshlaganida, u achchiqlanib, shunday qilaversang o'zingni ham eshakka mindirib qo'yaman, deb do'qirdi. Shunda Kohin Messuaning eriga bunday tashvishlardan qutulishning birdan bir chorasi Mauglini tayinli ish bilan band qilib qo'yish deb maslahat berdi. Shundan keyin qishloq oqsoqoli Maugliga ertadan boshlab yaylovga borib, qo'toslar podasiga poyloqchilik qilishni buyurdi. Bu gap Maugliga juda ma'qul tushdi. Ho'qacha, kichik ko'zacha. Ertalab Maugli Rama nomli eng haybatli qo'tosga minib olib, butun qishloq ko'chasini aylanib chiqdi. Ko'kimtir kulrang, bahaybat shoxlari orqaga egilgan qo'toslar birin-ketin molxonadan chiqib, yetakchi Rama ortidan ergashib yo'lga tushdi. Maugli esa boshqa bolalarga endilikda bu yerda xo'jayin men degandek kekkayib turardi. U qo'toslarni bambukdan yasalgan silliq cho'pon tayoq bilan sabalar ekan, Kami ismli bolani chaqirib, qo'tos podasi bilan uzoqroq o'tloqqa yuboraman, sigirlarni esa bolalarning o'zi boqsin, ammo lekin bir qadam ham podadan nari jilishmasin, deb tayinladi.
Hind o'tloqlari, tosh, buta, qattiq tikanli o'tlar uyumi va yuza jarliklar bilan qoplangan bo'lib, poda yoyilib ketgach, ba'zan ko'zdan g'oyib bo'lib qolardi. Qo'toslar ko'pincha botqoqlik yaqinida o'tlar, payt topib oftobda qizigan balchiqqa yotib olib, soatlarcha unda mazza qilib isinishardi. Maugli podani Vayngang daryosining changalzordan chiqish yeridagi yalanglikka haydab borib, rama ustidan sakrab yerga tushdi-da, darhol bambukzorga qarab yugurdi. U yerdan kulrang og'asini qidirib topdi. "Ha", dedi kulrang og'a, "necha kundan beri seni shu yerda kutaman. Nima qilib bu poda bilan o'ralashib yuribsan?" "Menga berilgan buyruq shunday", dedi Maugli. "Hozircha men qishloq cho'poniman. Xo'sh, Sherxon qayerda?" "U ablah yana bu yerga qaytib keldi. Seni shu joylarda ancha vaqt poylab yurdi. Biroq bu yerda o'lja kamayib ketgani sababli yana o'zga manzilga jo'nab qoldi. U seni o'ldirish qasdida." "Juda soz", dedi Maugli. "Hozircha Sherxon bu yerda yo'q ekan, sen yoki boshqa og'aynilarim navbatma-navbat mana shu qoyada o'tirishsin. Men qishloqdan sizlarni ko'rib turay. Agar Sherxon qaytgudek bo'lsa, yalanglik o'rtasidagi huv anavi jarlikdagi daraxt tagida meni kutib turinglar. Bekordan bekorga Sherxon panjasiga o'zingizni urishdan foyda yo'q." Kunlar shu yo'sinda o'ta bordi. Nihoyat Maugli uzoq kutgan payt ham yetib keldi. Bir kuni odati bo'yicha podani haydab ketarkan, kulrang og'asini belgilangan yerda ko'rmadi. O'zicha kulib qo'ydi-da, podani jarlikdan o'sib yotgan va sarg'ish qizil gullar bilan qoplangan dihak daraxti tagiga haydadi. Bu yerda har bir tuki ignadek tikkaygan kulrang og'a o'tirardi. Seni chalg'itish niyatida Sherxon butun bir oy mobaynida yashirinib yurgan ekan. Kecha tunda esa u Taboqiy bilan birga tog'dan oshib o'tib, sening izingga tushgan", dedi bo'ri hansirab nafas olarkan. "Sherxondan-ku qo'rqmayman, biroq Taboqiy o'lgudek ayyorda", dedi Maugli qovog'ini solib. "Qo'rqma", dedi kulrang og'a labini yalab. "Men Taboqiyni tong paytida uchratdim. Hozir u o'zining butun makru hiylalarini kalxatlarga so'zlab beryapti. Ammo uning suyaklarini majaqlashdan avval uni gapirishga majbur qildim. Sherxon bugun tunda boshqa birovni emas, faqat seni qishloq darvozasida poylamoqchi. Hozircha u daryo yoqasidagi qurib qolgan jarlikda yotibdi." "Bugun u ovqatlandimi yo och qorin bilan ov qilmoqchimi?" deb so'radi Maugli. Bu savolga olinadigan javob Maugli uchun muhim edi. Tong paytida Sherxon bir to'ng'izni tutib ovqatlangan, ustidan qonib suv ichib olgan. Esingda bo'lsin, Sherxon hatto o'ch olish arafasida ham qorin to'yg'izishini kanda qilmaydi. "Eh, nodon, nodon, itvachchalarning itvachchasi. Qorin to'yg'izib ustiga ustak bo'kkunicha suv ichibdi-yu, miriqib uxlab olguncha meni lallayib kutib o'tiradi deb o'ylasa kerak-da." "Kulrang og'a, sen podani ikkiga ajrata olasanmi?" "Bilmadim, bu ish qo'limdan kelmas, ammo lekin senga tadbirchan bir ko'makdosh topib keldim." Kulrang og'asi bir chekkadagi chuqurga sakradi. Chuqurdan Maugliga tanish bo'lgan haybatli kulrang kalla yuqoriga ko'tarildi. Bu jazirama havoni faqat changalzordagina eshitilishi mumkin bo'lgan, yuraklarni larzaga soluvchi vahimali uvullash ovozi tutib ketdi. Bu bo'rilarning tush paytida eshitiladigan shartli na'rasi edi. "Akela, akela!" deb sevinganidan chapak chalib yubordi Maugli. "Meni hech qachon unutmasligingni bilardim. Ishimiz ko'p. Akelajon, podani ikkiga ajrat. Buzoqli sigirlarni bir yerga, buqa va qo'shi qo'toslarni esa boshqa bir yerga to'pla." Mauglining rejasi oddiygina edi. U tepalar osha katta davra yasab o'tib, jarlikning yuqori qismiga yetgach, buqalarni pastga haydab tushib, jardan chiqadigan yo'lni to'sib, Sherxonni buqalar bilan sigirlar oralig'ida iskanjaga olishni mo'ljallagandi. Qorni rosa to'ygan Sherxonning jang qila olmasligini, jarlikdagi qiyalikdan yuqoriga o'rmalab chiqolmasligini Maugli juda yaxshi bilardi. Endi Maugli ovoz chiqarib qo'toslarni tinchlantirishga, Akela esa orqaroqda qolib ketganlarni to'da tomonga haydashga tutindi. Sherxonni cho'chitib yubormaslik uchun ular ancha uzoqdan kelishga va jarlik bo'yiga u qadar yaqinlashmaslikka harakat qilishdi. Nihoyat Maugli podani jarlikning tik o'pirilib tushib, o't-o'lanlar bilan qoplangan yeriga burdi. Tepadan qaraganda daraxtlarning uchidan ortda, pastlikda kattagina yalanglik ko'zga tashlanardi. Lekin Mauglini yalanglik emas, jarning tik o'pirilgan joylari qiziqtirardi.
chunki u butik o'pirilmalar, pechakgul va chirmovuqlar bilan qoplanganini, mabodo Sherxon ularga osilib, yuqoriga o'rmalab chiqmoqchi bo'lsa, uni ko'tarolmay ildiz-pildizi bilan yulinib ketishini yaxshi bilardi. Ularga birpas dam ber, Akela, dedi Maugli bir qo'lini yuqoriga ko'tarib. Ular hali yo'lbars isini sezganlaricha yo'q. Qo'y, nafaslarini rostlashsin. Mana endi Sherxon o'zidan ko'rsin. Uni boplab qopqonga tushirdik. U qo'llarini og'ziga tutib, jarlik tomonga to'g'rilab bir qichqirgan edi, aks sado gumburlab ketdi. Oradan ancha vaqt o'tgachgina qorni to'q yo'lbarsning uyqusirab irillagan tovushi eshitildi. Kim chaqiryapti, deb irilladi Sherxon. Shu payt ajoyib bir tovus qattiq qichqirgancha jarlikdan parillab uchib chiqdi. Men Maugli, hoy sigir o'g'risi, tezroq tur. Kengash qoyasiga borish vaqti keldi, Akela. Ularni pastlikka hayda, pastlikka. Rama, pastlikka tomon yugur, pastlikka. Poda jar bo'yida bir daqiqagina sehrlangandek taqataq to'xtab qoldi. Shu zahotiyoq Akela ovchilar nidosini aytgan edi, xuddi kemalar shashiridan tushishga suvga sho'ng'igandek qo'toslar ham birin-ketin jarlik tomon sho'ng'iy boshlashdi. Shag'al va qum to'foni tevarak atrofga otilib ketdi. Poda oldinga siljidimi, uni to'xtatib qolish oson emas. Ular jarlik tagiga yetar yetmas Rama Sherxon sharpasini sezib qoldi-yu, birdan ma'ray boshladi. Qoyil, dedi Ramaga minib olgan Maugli. Mening nima demoqchi bo'lganimni endi tushunding. Sherxon qo'tos tuyoqlarning dupur-dupurini eshitishi bilanoq sapchib o'rnidan qo'zg'aldi-yu, qochib qolish uchun yo'l axtarib jarlik etagiga tomon lapanglab yurdi. U jarlikning qayeriga yaqinlashmasin, tik qoyalarga duch kelar, qulay joy axtarib yana nariroq ketar, ishqilib qanday qilib bo'lmasin to'q qorin bilan jangga kirishmaslikning ilojini qilishga intilardi. Sherxon hozirgina kechib o'tgan torgina yo'ldagi ko'lmak, suv tomondan shalab-shulub va podaning ma'ragani eshitila boshladi. Maugli jar etagidan ma'rashga javob berilganini va Sherxonning orqaga o'girilganini ko'rib qoldi. Sherxon sigir va buzoqlarga duch kelganidan ko'ra buqalar bilan jang qilishni afzal bilardi. Shu payt Rama bir qoqildi-yu, qandaydir yumshoq narsani bosib o'tdi va orqadan siqishtirib kelishayotgani uchun o'zini to'xtatib qololmay, shiddat bilan podaning boshqa to'dasi orasiga urildi. Bu to'qnashuv zaifroq qo'toslarni holdan toydirdi. Shu yo'sin har ikki to'dadagi qo'toslar suzishib, pishqirib va tuyoqlarini do'pirlatib yalanglikka chiqib olishdi. Maugli bir zum kutib turgach, Ramaning ustidan sirg'alib tushdi-yu, qo'lidagi tayoq bilan goh o'ng tomonni, goh chap tomonni savalay ketdi. Akela bilan kulrang og'a goh oldinga, goh orqaga chopishib, qo'toslarning oyog'idan tishlashiga ham qaramay, ular yana jarlik bo'ylab ketishga intilayotgan paytda Maugli epchillik bilan Ramaning boshini botqoqlik tomon burib yuborgan edi. Boshqa qo'toslar ham uning orqasidan ergashdi. Sherxonni yana bir-ikki tepkilashning hojati qolmagandi, chunki uning jonsiz tanasi yerda cho'zilib yotar va uzoq yaqindagi kalxatlar uning ustiga yopirilib kela boshlagan edi. Og'aynilar, mana buni it o'limi desa bo'ladi, dedi Maugli va odamlar orasida yashay boshlagandan beri bo'yniga osib yuradigan pichog'ining qinini ushlab qo'ydi. U aslida qo'rqoq edi. Mabodo qorni och bo'lgandayam jang qilishga jur'at etolmasdi. Juda soz. Uning terisi kengash qoyasiga juda yarashadi-da. Tezroq ishni saranjom qilmoq zarur. Fut, o'lchov birligi. Odamlar orasida katta bo'lgan bolaning bir o'zi hech vaqt 10 fut keladigan yo'lbarsning terisini shilishga qo'l urmagan bo'lardi. Ammo hayvon terisi qanday tuzilganini hammadan ko'ra yaxshiroq bilgan Maugli o'ylab netib o'tirmay ishga kirishdi. Shunday bo'lsa-da, ancha og'ir ish bo'lgandan Maugli terini shilish va uni pichoq bilan qirtishlash uchun bir soatcha ovora bo'ldi. Bo'rilar esa tillarini osiltirib qarab turishar, agar Maugli buyursa yaqin kelib terini tortib turishardi. Birdan kimningdir qo'li bolaning yelkasiga tegdi. Maugli boshini ko'tarib qarasa, qishloqning keksa ovchisi Baldeo qo'lida ingliz mushketi bilan turardi. Podachi bolalar hovliqqancha borib, qo'toslar quturib har tomonga to'zg'ib ketdi deb butun qishloqqa jar solishgandi. Bu xabardan achchiqlangan Baldeo podaga beparvolik bilan qaragan Maugliga qanday jazo berishni oldindan o'ylab qo'yib yo'lga chiqqandi. Odam sharpasi ko'rinishi bilanoq bo'rilar o'zlarini panaga olishgandi. Mushket 15-asrda ixtiro qilingan, taglikka o'rnatib otiladigan miltiq. Bu qanday bema'nilik, jahl bilan so'radi Baldeo. Yo'lbars terisini shilishni senga kim qo'yibdi? Qo'toslar uni
Qayerda o'ldirishdi? Bilasanmi, boshi uchun hukumat tarafidan 100 rupiya va'da qilingan. O'sha oqsoq yo'lbarsning o'zginasi-ku. Ha, mayli, podani to'zg'itib yuborganing uchun seni jazolab o'tirmayman. Buning ustiga terini Kanxivarga oborib topshirgach, olgan mukofotimdan 1 rupiya inom qilarman. U chaqmoqtosh bilan pilikni qo'liga olib, Sherxonning mo'ylovini kuydirib tashlashga chog'landi. Chunki Hindistonning jamiki ovchilari arvohi bezovta qilinmasin deb o'ldirgan yo'lbarsaning mo'ylovini kuydirib tashlashadi. Chaqmoqtosh bir-biriga yoki temir parchasiga urganda o't chiqaradigan qattiq tosh. Dedi Maugli sekingina. Yo'lbarsning oldingi oyoqlari terisini ishlarkan. Hali sen terini Kanxivarga oborib topshirasan-da. Olgan mukofotingdan menga ham 1 rupiya berasanmi? Teri o'zimga ham kerak bo'lib qolar deb o'ylayman. Hoy qariya, yo'qol oloving bilan bu yerdan. Qishloqning manaman degan ovchisi bilan bunday behayollarcha gaplashishga qanday tiling bordi? Sen omad va Qutoslarning nodonligi tufayligina shunday o'ljani qo'lga kirita olding. Yo'lbarsning qorni to'q bo'lsa kerak. Bo'lmasa uni allaqachon bu yerdan 20 mil narida ko'rarding. Hoy tilamchi bola, hali terini qanday ishilishini tuzukkina bilmaysan-u, yana bidir-bidir qilib kimsan Baldeoga yo'lbarsning mo'ylovini kuydirma deb aql o'rgatasanmi? A? Yo'q, Maugli. Endi mukofotdan senga bir chaqa ham bermayman. Uning o'rniga boplab adabingni berib qo'yaman. Qani, yo'lbars sanasidan nari turchi? Menga tovon sifatida to'langan Qutosning haqqi hurmatiga qasam bo'lsinki, dedi oldingi oyoqlarini terini ishlatirib Maugli. Nahotki bu qari maymun bilan g'ijillashga yarim kunni sarflasam-a? Akela, bu yerga kel. Bu odam meni bezor qildi-ku. Sherxon ustiga engashgancha turgan Baldeo birdan uzalasiga yerga yiqildi. Hushiga kelib ko'zini ochsa, shunday boshi ustida kulrang bo'ri chaqchayib qarab turibdi. Maugli esa butun Hindistonda bir o'zidek teri shilishni davom ettirardi. Shunday, dedi tishlari orasidan cho'zib Maugli. Gaping to'g'ri, Baldeo. Mukofotdan biron chaqani ham menga bera olmaysan. Men ko'pdan beri, juda ko'pdan beri bu oqsoq yo'lbars bilan qasdlashib yurardim. Endi mening omadim keldi. Adolat yuzasidan aytish kerakki, bundan 10 yil avval Baldeo o'rmonda Akela bilan to'qnash kelib qolgudek bo'lsa, bo'ri bilan olishishdan cho'chimagan bo'lardi. Biroq odamxo'r yo'lbarsda qasdi bo'lgan bolaning amriga itoat qilgan bo'ri oddiy hayvonlardan emasdi, albatta. Bu ishga jodugarlik, juda xavfli sehrgarlik borga o'xshaydi, deb o'yladi Baldeo. Nima deysan? Dedi Maugli o'girilib ham qaramasdan teri shilishni davom ettirar ekan. Allaqachon qarib, aqlim suyulib qolgan. Sen oddiygina cho'pon bola emasligingni men qayoqdan bilay? Ruxsat etsang o'rnimdan turib bu yerdan jo'nab qolay. Yo xizmatkoring meni parcha-parcha qilib tashlamoqchimi? O'rningdan tur-u, yaxshilikcha bu yerdan jo'nab qol. Esingda bo'lsin, bundan buyon mening ishimga aralasha ko'rma. Qo'yib yubor, Akela. Baldeo o'rnidan tura solib shosha-pisha qishloq tomon yurarkan, Maugli biron dahshatli maxluqqa aylanib qolmadimikin deb dam-badam orqasiga qarab qo'yardi. Qishloqqa yetib olgach, uning boshiga yog'dirilgan sehr va jodugarlik to'g'risida shunaqangi vahimali gaplarni aytdiki, Kohinning jon-poni chiqib ketdi. Maugli kechgacha bo'rilar bilan tinimsiz ishlab, kattakon ola-bulla terini shilib olganda, atrofda qorong'ilik tusha boshlagandi. Endi terini biron joyga qiyashirib, Qutoslarni uyga haydash kerak. Akelajon, Qutoslarni to'plashga ko'maklashib yubor. Podani to'plab qishloqqa yaqinlashgan Maugli yonayotgan olovlarni ko'rdi. Ibodatxonaning qo'ng'irog'i tinmay jaranglab, karnaylar tinimsiz chalinayotganini eshitdi. Go'yo qishloqning butun aholisi uni kutib olish uchun darvoza oldiga to'plangandek edi. Sherxonni o'ldirganim uchun shunday kutib olishyapti deb o'yladi o'zicha Maugli. Biroq shu payt yonidan tosh yomg'iri guvillab o'tarkan, odamlar sehrgar, jodugar, bo'ri suti emgan, hoziroq daf bo'l, tezroq qimirla, yo'qsa Kohin bir afsun bilan seni bo'riga aylantirib qo'yadi. Baldeo, otsangchi, deya baqirishdi. Bo'ri bolasi, yo'qol bu yerdan, deb muqaddas tulsi daraxtining shoxini silkita jon jahdi bilan baqirardi Kohin. Yana shu gapmi? O'tgan safar odam bo'lganim uchun haydaldim. Bu gal esa meni bo'ri deb quvlamoqdalar. Yur, Akelajon, ketdik bu yerdan. Yo'lni kesib poda tomon chopib kelayotgan ayol sharpasi ko'rindi. Bu Messua edi. U ovozning boricha, o'g'ilginam, bolaginam, ular seni jodugar deyishyapti. Istagan paytda yana bo'riga aylanishi mumkin deb vaysayaptilar. Meni bu gaplarga ishonmayman men. Lekin ketganing ma'qul, yo'qsa bu johillar seni o'ldirib qo'yadilar. Baldeo seni afsungar deyapti. Bekor gap. Sen Natxuginam uchun Sherxondan qasdimni olding. Bunga iymonim komil. Orqangga qayt, Messua, deb baqirishdi odamlar. Qayt yaxshilikcha, bo'lmasa seni ham toshbo'ron qilamiz.
Maugli qisqagina qilib g'ijinib kulib qo'ydi, chunki bir tosh kelib labiga tekkandi. Orqangga qayt, Messua. Ularning bu gaplari oqshomlari anjir daraxti tagida aytiladigan navbatdagi uydirmadan boshqa narsa emas. Mayli, nima bo'lsa ham o'g'lingning xunini oldim. Alvido. Endi tezroq o'zingni chekkaga ol. Hozir men podani ular tomon haydayman. Podaning yopirilishi ularning toshidan dahshatliroq. Messua, ishon, men afsungar emasman. Alvido. Shunday deb shartta orqasiga o'girilib, Maugli so'qqabosh bo'ri hamrohligida yo'lga tushdi. Osmonga boqib turgan yulduzlarni ko'rarkan, o'zini baxtiyor his qildi. Akelajon, bundan buyon uy degan qafaslarda uxlamayman. Sherxonning terisini olamiz-u, bu yerdan jo'nab qolamiz. Esingda tut, qishloqqa hech qachon tegmaymiz. Axir bu yerda menga shuncha mehribonlik qilgan Messua yashaydi-ku. Oy botishiga yaqin Maugli ikki bo'ri hamrohligida kengash qoyasi joylashgan tepalikka yetib kelib, ona bo'ri uyasi oldida to'xtadi. Ular meni odamlar to'dasidan quvib yuborishdi, onajon, deb qichqirdi Maugli. Biroq men va'damning ustidan chiqib, Sherxonning terisini shilib qaytdim. Ona bo'ri bolalarini oldiga solib shoshilmay uyadan chiqdi va Sherxonning terisiga nazari tusharkan, ko'zlari chaqnab ketdi. Yodingdami, qurbaqacham, bu ablah seni talab qilib, uya og'ziga boshi bilan yelkasini suqqanida, men unga kun kelib ovchidan o'ljaga aylanasan degandim. Sen juda yaxshi qilibsan. Shu choq shakalakzordan ajoyib ish qilibsan, ukajon, degan muloyim tovush eshitildi. Junglida sensiz juda zerikdik. Bu Bagiraning tovushi edi. U yugurib kelib Mauglining yalang oyoqlariga tumshuqlarini surkab erkalandi. Ular birgalashib kengash qoyasiga ko'tarilishdi. Maugli avvallari Akela o'tirib hukmronlik qiladigan yassi tosh ustiga yo'lbars terisini yozib, to'rt chekkasiga bambuk qoziq qoqib qo'ydi. Akela teri ustiga cho'zilib yotib, Mauglini birinchi marta bu yerga olib kelganlaridek bo'rilarni kengashga chorlab chaqirdi. Hoy bo'rilar, ogoh bo'ling, eshitmadim demanglar, hoy bo'rilar. Akelani tan olmay qo'yganlardan beri bo'rilar to'dasi yetakchisiz qolib, har qaysisi o'z boshiga ov, o'z bilgancha jang qilardi. Shunga qaramay bo'rilar qadimiy odatga ko'ra chaqiriqni eshitib asta-sekin yig'ilib kelishdi. Ulardan ba'zilari qopqonga tushib, cho'loqlanib qolgan, ba'zilari esa sochma o'q yeb arang liqillab yurar, yana ba'zi birlari bo'lsa muttasil o'laksa bilan tamaddi qilgandan o'lar holatga yetib qolgandi. Ko'pchilik bo'rilar halok bo'lgandi. Tirik qolganlarning barchasi kengash qoyasiga kelishi bilanoq Sherxonning yassi tosh ustiga yozilgan va bo'm-bo'sh panjalariga osilib turgan bahaybat tirnoqlariga ko'zlari tushdi. Yaxshilab qarang, hoy bo'rilar, men o'z ahdimning ustidan chiqibmanmi, dedi Maugli. Chiqibsan, deb akillashdi bo'rilar. Shunda qiltiriq bir bo'ri uvlab turib, hoy Akela, qaytadan bizning yetakchimiz bo'l. Hoy bolakay, bizga boshchilik qilishni o'z zimmangga ol. Qonunsizlik jonimizga tegdi. Yana qadimgidek erkin haloyiq bo'lib qolaylik. Yo'q, deb miyovladi Bakira. Hech qachon ilgaridek bo'lmaydi. Qonunlaringiz to'ysa bormi, yana quturib ketasiz. Bekorga sizlarni erkin haloyiq deb atashmagan. Ozodlik uchun urush qildingizmi? Ana sizga ozodlik. Endi o'sha ozodligingizni pishirib yeng, bo'rijonlar. Odamzod to'dasi ham, bo'rilar to'dasi ham meni quvib yubordi, dedi Maugli. Endi men junglida yakka o'zim ov qilaman. Biz ham doim sen bilan birga bo'lamiz, deyishdi baravariga to'rtala bo'ri bolasi. Maugli shu kundan to'rtala bo'ri bilan changalzorda ov qila boshladi. Ammo u bir umrga so'qqabosh bo'lib qolmadi. Oradan ko'p yillar o'tib balog'atga yetgach uylandi.